Assalomu alaykum hammaga. Bugun bir mijozimiz yo'l-yo'lakay tushgan ekanlar. Eski notebooklarni olib keluvdilar, to'g'rilab beringlar. Savdogar ekanlar, hisob-kitob ishlariga qarasa u yaramaydi. O'rniga yangi notebook qilib berdi. Core 3, DDR4 pokoleniya, Windows 11 larni bosib, mana xizmatlarni ham mana znaklarga qilmay bossa o'sha kinolargacha chiqadigan qilib, Instagramga ham kiradigan qilib, okaga ishlashga qulay qilib tayyorlab berdi. Asli bizniki ustaxona, lekin oka klient bo'lganlari uchun o'zimiz tanlab topib olib bering dedilar. Xizmatimizga 200 ming so'm pul berdilar. Shunaqa, agar kimgaki shunaqa notebooklar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Biz o'zimiz magazinlardan surishtirib, tekshirib, ish beradi, bermaydi. Shunaqa narsalarni ko'rib tekshirib beramiz. Oka, ko'rib tekshirib oling. Okani hali yuzini olmadi dedilar bir. Ishlashlari yaxshimi, bir votegizlarga kirib. Ishlashlari xohlasa hammasi joyida. Bizga aslida shu 250 orqali ishlarimiz bajariladi. Ko'rib, bir qator dosyasi qilib, hamma nastroykalar kirib, holatlarni ko'rdi. Holat ideal holatda bo'ldi. Ishlashlari ham, kompyuter o'zi ham, batareykasi ham quvvati yaxshi. Endi buni xotirjam buraliga to'ldirib ishlasak, o'shaning natijasini bilamiz hammasini. Nastroykalarga hammasi Instagram, Telegram, YouTube hammasini kerakli narsani ustunlik qilib berdilar. Okani tenjonlar sog' bo'lsin. Xohlasa shunaqa kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar okaga. Sizga ham rahmat, yaxshilikka ishlaydi.